Bu aslida dahshatli voqea emas, balki mening tug'ilmasimdan avval ota-onamning o'tmishidan bir lavha. Men 14-15 yoshligimda onam menga dadamning qorong'u tomonlari haqida gapirib bergan. Lekin to'g'ridan-to'g'ri mavzuga o'ta qolamiz. Tug'ilmasimdan oldin onam va dadam mehrli juftlik edi. Shahrimizdagi hamma dadamni yaxshi taniydi va uni hurmat qilardi. Hech bo'lmasa shunday ko'rinardi. Ammo sal narsaga ham jahli juda ham tez va jahldor edi. U kunlarning birida yo'lda ketar ekan, sentrdan mayda juda qilib uyga qaytayotgan payt onamning orqasidan qandaydir bir oq maykalik erkak ta'qib qila boshlabdi. Onam buni sezgan, ammo parvo qilmagan. Birozdan so'ng esa o'sha maykalik erkak onamning orqasiga urib qochib ketibdi. Ahmoq, iflos, bema'ni, hali qarab turgin, deya oyim unga e'tibor bermay yugurib qochib ketibdi. Dadam ishdan kelgach, oyim barcha bo'lgan hodisani dadamga so'zlab beribdi. Dadam esa bularni eshitib turgach, menga o'sha iflosni qanday tuzilishda ekanini tasvirlab ber dedi. Oyim esa birma-bir aytib berardi. Oq maykalik, tishida kamshigi bor, birozgina yelkalik, sochlari sariq. Dadam birozdan so'ng tushunib yetdi. U dadamning do'stlaridan biri edi. Ha mayli, men o'zim hal qilaman, deya dadam ko'chaga qandaydir quticha ichidagi katanani olib chiqqandi. U kimnidir kutib turardi va kutayotgan odami ana shu joydan o'tayotgandi. Dadam esa bor kuchi bilan o'sha odamga tashlandi va so'ngra uni yiqitib, ustiga chiqib, juda ham qattiq qiynoqlar bilan katana bilan bir necha bor zarba bera boshladi. Ammo u o'ldirmadi. Sababi maqsadi o'ldirish emas, shunchaki uni jazolash edi. Baland ko'targan katana bilan unga urar ekan, katananing uchidan qon tomib turgan holatda o'sha do'stiga qarata: "Marras, yana bir marta bu yerlarda ko'rsam, teringni shilib olaman, mayda-mayda bo'laklarga bo'lib seni parchalab tashlayman", deya unga qattiq po'pisa qildi. So'ngra "bu yerdan yo'qol", deya uni quvib soldi. Oyimning aytishicha, u odamni shu kungacha hech kim ko'rmagan. Hali davomi bor, ishonavering. Bu bizning oilamizdagi dahshatli kunlarning atigi boshlanishi edi.